Shantung AZL 53 kubalimi yo 5 kubalimi. Şu 5 tonlarlik pogruzichida. Motorni sinmat qilyotgandik. Короче, buni birinchi marta osishimiz. Motorni remont qilish kerak. Vichay motor qo'yilgan. Buni motorni olishga juda qiyinchilik bo'lib ketdi. Odatda eskilarda, ana yangi viskalarda mayda luk bo'lardi. Mana shuni boltini atkiruvchi qilib olardik. Bu unaqa emas ekanda, lukni mana ikki bekitib qo'ygan ekanda. Maydan undaqa turadi. Motorda pristavkasi krashteyni mana. Yejoyamiz. Shuni qatirib Короче, shuni yechsalar mayda 8 gigavolt bilan ikkita lukchasi bor ekan, kichkina. Hozir bilan ko'rinadi. Ko'rinyapti. Unda olsam ko'rinmas ekan. Mana lukcha. Keyin shundan mana hincha kamiga bir 1,5 kilo boltni bo'shatasizlar bunaqa. Shuni bo'shatganlardan keyin mana yerda ikkita nimasi bor. Bolt qatiradigan joyi. O narigini qatirilgan. Mana shu bolt. Buni bolt qatirib orqaga sursalar motor chiqar ekan. Zarobkani nima deydi? Zarobka basi bu endi bu reduktor bortovoy. Mana bunaqa. Bortovoy. Gidrotransformator bor, gidrotransformatorda ajraydi. Shunda o'sarang bo'ladi. Bu hozir texnikamiz Belarusiyada Derzhinskiyda turibdi. Remontini qilyapmiz. Ну что, помыл?